Men o'zi operatsiyaga qarshi kelaman. 20 yil ishlagan. Mani jiyanim singlimni o'g'li tosh qilib operatsiya bo'ldi. Xususiy klinika, Hippokrates klinikasida. Operatsiyani qildilar. Uni operatsiyadan keyin reanimatsiyadan chiqmayapti bola. Chunki rosa og'irlashib qoldi. Shunaqa qo'ng'iroq qildim qansinglimga, nima qilsak bo'ladi? Bad bering deb. Chunki bad qabul qilganman. Shunaqa qilib shuni orqasidan bu yerga keldik. Alloh suygan bandasi dedi, mana shu yerga qadam bosadi dedi. Demak, shu bolani umri bor ekan, Alloh meni shu joyga yo'latdi. Har bir qadamingiz bekorga emas, faqat Allohdan. Shu yerga kelib, men mana shu oftobda chiqadi, ustozimni topdim shu yerda va bularni unaqasi bilan o'sha paytda nima 23-yil pechonishni komplekt bo'lardi. To'g'rimi? Sizlar olib kelganlarda o'sha pechonishni komplekt bilan shunaqa qilib bir kunda bugun obedda bordik, ustozim Rayhon bilan chiqizdik, ertaga obedda bir 24 soat ichida menga rezultat berdi. Umuman hech narsa suv ham yutolmayotgan bola ovqat so'radi. Men mana shu bu yerga kelgan odamlar aytyapti ustoz, qachonki biz taqalib qolganimizda rezultat berganda ishonamiz deb. Demak, men ham shularni komplektiga kirdimda rezultatni olgandan keyin ko'zim ochildi. Shu bolani chiqarib oldik. Allohga shukr. Bolalar ko'p bo'ldi. Egizak farzandlarim hozir rosa yaxshi ish faoliyatini olib boryapti. Ming qancha shukr. Allohimga shukr avvalambor, keyin ustozlarga qilaman. Endi o'zimdagi rezultatni aytaman. Men bolalarim o'qiyotgan paytda bozorda xususiy tadbirkor bo'ldim. Men juda ko'p ishlar qildim, bolalarimni oliy ma'lumotli qilishga. Nima hisobiga pul topasiz? Men aytamanki, sog'lig'imni almashib